Bugun yangi O'zbekiston armiyasi nafaqat vatan himoyasining mustahkam qalqoni, balki yoshlar kelajagi bunyod etadigan ulkan maktabga aylanmoqda. Endilikda har bir yigit muddatli harbiy xizmat o'tabgina qolmasdan, balki kamida bitta kasb egasi bo'lib, mustaqil hayot sari dadil qadam tashlaydi. Yangi O'zbekiston armiyasida askarlarga kasb-hunar o'rganish imkoniyati yaratiladi. Milliy armiyamizda mutlaqo yangi tizim joriy etilmoqda. Jumladan, oliy ta'lim tashkilotlarida o'qish istagini bildirgan muddatli harbiy xizmatchilarga xorijiy tillar, matematika kabi fanlarda qo'shimcha kurslar tashkil qilinib, ularga oliy ta'limga tayyorlanish imkoniyati yaratildi. Shuningdek, kasb-hunar o'rganishni istagan askarlarga esa kompyuter jihozlari texnik xizmat ko'rsatish, oshpazlik, duradgorlik, ishlangarlik kabi yo'nalishlarda amaliy mashg'ulotlar olib borilmoqda. Ushbu bilimlarni mukammal egallagan askarlar xizmat muddati tugagandan so'ng ularni keyingi hayot faoliyati joriy etish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 7-apreldagi 134-sonli qaroriga muvofiq muddatli harbiy xizmatda o'z burchlarini o'tayotgan askarlarimizga kasb-hunar o'qitish maqsadida qaror qabul qilindi va bizim mana askarlarimiz jumladan mana kasblarga o'qitilib o'rganib kelinmoqda. Hozirgi kunda men va safdoshlarim muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askar sifatida bizga yaratib berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, ham vatanga xizmat qilmoqdamiz, ham hunar o'rganmoqdamiz. Bizga shunday sharoitlarni yaratib berayotgan Prezidentimizga, Mudofaa vazirligi rahbariyatiga, ustozlarimga va komandirlarimga chuqur minnatdorchilik bildiraman.